Assalomu alaykum hammaga. Bugun LetCode'dagi keyingi misolimizni birgalikda ko'ramiz. Bu misolning nomi next permutation deb nomlanadi, ya'ni keyingi almashtiruv desa bo'ladi. Xo'sh, savolni qisqacha mazmuni bilan tushuntirib o'taman. Bizga qanaqadir array kirib keladi, ya'ni int array. Xo'sh, biz nima qilishimiz kerak u arrayga? Array ustida manipulyatsiya bajariladi, ya'ni elementlari joyini almashtirish kerak. Bizga constant memory berilgan, ya'ni hech qanaqa collectionlar ochishimiz mumkin emas, ya'ni yaratishimiz dictionary yo list shunga o'xshagan collectionlar faqatgina kirib keluvchi array o'zidagi elementlarni joyini o'zgartirgan holatda yechimga erishishimiz kerak. Tak. Birinchi tushuntirib o'taman savolni. Tak, 123 soni berilgan. Buni nima qilishimiz kerak? Buni bitta son deb tasavvur qilishimiz kerak. 123, ya'ni 1, 2, 3 raqamlardan tashkil topgan son va endi bu sonning raqamlari joyini o'zgartirgan holatda biz o'zidan keyingi bitta katta sonni hosil qilishimiz kerak. Ya'ni 123 uchun 132 bo'ladi. 132 soni bo'ladi. Yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun paint dasturidan foydalanaman. Boshqa sonlarni ham yozib ko'rgan. Xo'sh, 115 misoli bor edi. 115. 115 dan bitta keyingi katta son, faqat mana shu son raqamlarini o'zgartirgan holatda yasalinishi mumkin bo'lgan son bitta keyingi katta son deb qarorlanyapti bu misolimizda. Tak, 151 soni. 151 dan keyingi yasalinishi mumkin bo'lgan katta son 511 soni. Ya'ni 115 sonidan faqatgina 3 ta son yarata olamiz. Raqamlari joyini o'zgartirgan holda. Birinchi bizga agar 115 berilgan bo'lsa, undan keyingi bitta o'zgartirilgan katta son 151 soni bo'ladi. Undan keyingisi bo'lsa 511 soni. Endi agar bizga 511 o'zi berilgan bo'lsa nima qilamiz? Birinchi holatga qaytarishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni 115 holatiga 511 berilsa, undan katta son yasash ilojsiz, chunki 5 bilan 1 joyini almashtirsam son bir raqamidan boshlanib qoladi. Eng katta son xonasi 5 dan 1 ga o'zgaradi, ya'ni kattadan kichikka o'zgaradi son. Bu bo'lsa mumkin emas. Shuning uchun agar eng katta son bo'lsa, array birinchi holatida eng kichik holatiga qaytarishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni 21 soni berilgan bo'lsa, biz buni 125 ga qaytarishimiz kerak eng kichik holatiga. Yoki 123 sonni misolini ko'rishimiz mumkin. Qaysi sonlarni yasasa bo'ladi bu sonni raqamlarini o'zgartirgan holatda? 123. 123 dan bitta keyingi katta son 132. 132 dan keyingisi 213. 213 dan keyingisi 231. 231 dan keyingisi 312. 312 dan keyingisi 321 soni. Endi 321 dan keyingisi bo'lsa, albatta 123 son. Xo'sh. Savol qisqacha mazmuni shundan iborat. Kimdadir o'zining yechimi bo'lsa, albatta uni sinab ko'rishingiz mumkin. Videoni pauza qilgan holatda men bo'lsa o'zimni yechimimni tushuntirib beraman batafsil. Tak. Bizga buning uchun qanaqadir randomli son kerak bo'ladi. Random saytidan foydalanaman. Random strings uzunligi 5 ga teng bo'lgan qanaqadir string olaylik. Misol uchun mana bu string. Idealniy misol bo'la oladi. Tak. Buni qanaqadir saqlanib qo'ying. 91 772 son ekan. 91 772 son. Mani yechimim quyidagidan iborat. Array oxirgi indeksga boraman va solishtiraman o'zidan bitta oldingi indeks bilan. Xuddi 123 sonida qilingani kabi. 123 soni 123 da 3 bilan 2 solishtirilyapti va 3 2 dan katta bo'lgani hisobiga shunchaki joy almashtiriladi 3 bilan 2 va 132 o'zidan keyingi katta son hosil bo'lyapti. Endi
Bizga mana bu 91.772 soni kabi son berilgan bo'lsa nima amal bajariladi ko'ramiz. 2 7dan kichik, 7 7 bilan o'zaro teng va 7 1dan katta. Endi men shu holatda 7 bilan bir joyini o'zgartirishim joiz bo'ladimi? Albatta yo'q. Bu to'g'ri yechim deb qaralmaydi, chunki agar joyini almashtirgan holatimda 97.172 soni hosil bo'lyapti. Lekin men qanaqadir son yasasam bo'ladiki, 2 91.000 dan keyingi ya'ni milla xonasiga qo'yishim mumkin bo'lgan eng kichkina son menda 2 turibdi. Men 2 ni qo'yishim kerak, 7 ni emas. 2 ni qo'ydim. Endi 2 ni qo'yganimdan keyin 3-xonaga qaysi xonani qo'yaman? 1 4-chi xonaga, ya'ni 10 xonasiga 7 ni qo'yaman va 1 xonasiga ham 7 ni qo'yaman. Qanaqadir dinamik kodga o'xshab tuyulayotgan bo'lishi mumkin sizlarga. array'dagi sonlarni joyini joylashtirish, lekin bu juda oson. Hozir batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Tak, xuddi shunaqa 2 bilan 7 ni joyini solishtirdik. 7 katta. 7 bilan 7 o'zaro teng, 7 1dan katta. Va topdiki, bizda qanaqadir pasayish bor. Shu paytgacha raqamlar o'sib keldi, tepaga qarab bitta pasayish bo'ldi. Ana endi o'sha pasayishni ushlagan holatda raqamlarning joyini o'zgartirib katta son yasashga harakat qilib ko'ramiz. Agar har doim oxirigacha array o'sib keladigan bo'lsa, bu arrayga undan keyingi katta sonni yasab bo'lmaydi. Shuni hisobiga array teskarisini qaytarishimizga to'g'ri keladi. Masalan, 321 soni 1 2 dan kichik, 2 3 dan kichik. Son faqat teskarisiga o'tyapti. Shuni hisobiga bunaqa sonlarda 123 soni qaytariladi, ya'ni teskarisi qaytariladi. O'zimizdan misolga qaytadigan bo'lsak, 7 bir sonidan katta, lekin men 7 bilan 1 joyini almashtirmayman. Bo'lsa, bu array bu qismida 1dan katta bo'lgan sonni qidirib topishga harakat qilaman. 1dan katta bo'lgan bu yoqdagi son menda 2 bor. 2 ni qo'yaman. 1 o'rniga 2 ni qo'yaman. Tak, 2 7 7 1. 2 ni o'rniga bo'lsa 1 ni qo'yaman. Ana endi bu bilan ham tugamadi, chunki men yuzlar xonasiga bir raqamni joylashtirishim kerak edi. Uni o'rniga bo'lsa, men shunchaki array bu qismini endi sortlab olsam, shu o'zi kifoya. 92 177 bo'ldi. Yoki xuddi shu misolni yana qaytadan ko'rsak bo'ladi. Tak, faqat ikkita raqamni o'zgartirib ko'raman men. 93.772 qilsak, ana endi 2 7 dan kichik, 7 7 bilan teng, 7 3 dan katta. Mana bu tomondagi son birinchi marta katta bo'lgan holat ushalindi. Ana endi bo'lsa, bu yoq tomondan qidiraman. Endi 2 soni bilan almashtira olmayman, chunki 2 soni 3 dan kichik. Ya'ni agar 2 bilan almashtirsam 93.000 dan keyingi katta son hosil bo'lmaydi. Ya'ni naborat kichkina son hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun kattasini qidirishga harakat qilaman. 97.237 bo'ladi endi. Undan keyingi katta son. Xo'sh, bu logik hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kimga tushunarsiz bo'lgan bo'lsa yoki kerakli bo'ladigan bo'lsa, shu ekranni skrinshot qilib olishingiz mumkin yoki pauza qilgan holatda ko'rib chiqishingiz mumkin. Tak, men bo'lsa logikka kodga ko'chirishga harakat qilaman. 91.772 holati turaversin, shunga qarab sekin davom etamiz. Int i namisi oxirgi indeksiga borib olamiz. I katta bo'lsin noldan teng bo'lmasin, chunki o'zidan bitta oldingi indeks ham bizda tekshirilmayapti, solishtirilmayotgan. Va tekshiramiz if namisi i'si katta bo'lsa, namisi i minus 1 dan, ya'ni namis i'si i minus 1 dan katta bo'lsa. Katta bo'lgan holatda bitta j degan indeks olib olaman. Bu i plus 1 ga teng bo'lsa. Ya'ni
Agar manda mana bu son bundan katta bo'lsa, man bu sonimiz i turuvdi, manamiz i minus 1. Mana bu son 7 katta, i plus 1 dan boshlab tekshiraman. Endi bular ham 1 dan kattami degan nimani holatni tekshiraman. Xo'sh, while deyman. J kichkina bo'lsa namisi lengizdan albatta J tashqariga chiqib ketishi mumkin emas namisi lengizdan, va namisi J katta bo'lsa namisi i minus 1 dan. Va shu holatda J bittaga oshiraman. Ana endi J mana bu holatda katta bo'ladi va J lekin bittaga oshib qoladi shu holatda ham. Shuning uchun J minus 1 bilan ishlayman. Mana bu elementni shu olish uchun. Temp ochib olaman. Bunga namisi J minus 1 ni solib qo'yaman. Namisi J minus 1 bo'lsa, namisi i minus 1 ga teng bo'ladi. Namisi i minus 1 bo'lsa, tempga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu ikkita sonni hozir joyini almashtirdik. 771. Shu holatga keldi bu son. Endi bo'lsa biz qilishimiz kerak bo'lgan ish mana bu array qismini sortlab olishimiz kerak va shuni o'zi yetarli. Namisi mana bu i'sidan boshlab namisi lengizi minus i tasini sortla. Ya'ni namisi lengizi bizada 5, i'imiz 2 bo'lgan holat uchun namisi lengizdan 5 dan 2 ni olib tashlasak 3 va 3 tasini sortlaydi. i'dan boshlab 3 ta. Agar boyagidagi 93 772 soni uchun bo'lganda bo'lsa qanaqa bo'lar edi? Bu 97 3 7 2 holatda turardi va sortlashimiz kerak bo'lgan sonlar bo'lsa mana buni o'zi bo'lar edi. Xo'sh, yo'q, har doim oxirigacha bo'lar ekan, array oxirigacha. Tak. Return yozmaymiz hech qanaqa, chunki void funksiya. Agar bu holatlardan hech qaysi bo'lmasa, ya'ni faqat o'tuvchi bo'lsa, teskarisiga array reverse qilib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni teskarisiga qaytarib yuborsak bo'ldi. Namisi berib yuboramiz. Run tugmasini bosib ko'raman. Xo'sh, case'larim fail bo'ldi. Nimani hisobiga? Tak, va qaysi case'lar? 321 123 bo'lib qaytdi. Tak. bir yuz yigirma uch bilan 2 ni joyini o'zgartirsam shu o'zi yetarli edi menga. Xo'sh, nega menda 312 soni chiqyapti? Endi debug qilib ko'rishimizga to'g'ri keladi albatta. Namisi esa namisi i minus 1 dan katta bo'ldi. J i plus 1 bo'ldi. Temp namisi J minus 1 ya'ni 3. Namisi J minus 1 2 ni assign qildi. 2 ni assign qildi. Manimcha bu yoqda break kerak bo'ladi bizga, yoki qanaqadir go to finish degan nima uchun? Chunki array o'zini joyini almashtirib bo'lgandan keyin undan keyingi holati uchun ham menimcha o'tib ketib qolyapti va o'sha holatda to'xtayapti. Shuni hisobiga noto'g'ri javob qaytayotdi. Endi submit qilamiz.
ko'rishinglar mumkin. Bir emas va optimalniy yo'lini ham ko'ramiz. Optimalniy yo'lda ham menimcha shu holat ishlatilgan. Faqat array'dagi ikkita son o'rnini almashtirish alohida funksiyaga olib chiqilibdi. Hamma optimal yo'llar deyarli bir xil. Mani yo'lim shu edi. O'ylaymanki sizlarga foydali bo'ldi. Salomat bo'linglar. Hammalar bilan ko'rishguncha.